Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun navbatdagi mavzu 1 yoshgacha bola nega aynan tunda yig'laydi? Shu mavzu haqida gaplashamiz. Diqqat bilan kuzatib, sahifamga obuna bo'ling. Birinchi o'rinda, agarda farzandingiz 3 oygacha bo'ladigan bo'lsa, tungi kolikalar bu tabiiy jarayon, bolanidagi funksional holat hisobida baholanib, bu bolaga qorniga ko'proq issiq qo'yish, ko'proq finilli choylar berish, qorin simptomlarini bajarish, ko'proq oyoqchalari bilan massaj qilish, soat aylanasi bo'yicha qornini massaj qilish buyuriladi. Aynan qabulimga kelganda bolajonlarimiz oyoqchasi villik haydayotgani bilan massaj qilganimda oyijonlarimiz shunaqa qiladimi deb aytishadi. Sizlar ham shu narsani qilasizlar, lekin vrach, pediatr bolani sal ayamasdan qilishadi. Oyijonlarimiz ozgina ayaganni hisobiga uncha effekt bo'lmaydi. Shuning uchun bolani kechqurun yaxshi uxlashi, kolikalarni bo'lmasligi uchun ayamasdan massaj qilib, villik haydaydigan massajlarni yaxshi qilsanglar, albatta bolada bu jarayon normada ketadi. 3 oylikdan keyin bola 6 oy, 1 yoshgacha bolada sun'iy ovqatlanish yoki onna suti bilan ovqatlanish holatlari ketadi. Aynan sut oshqozonida 2 soatda hazm bo'lishini hisobiga juda ham tez och qolib, shuni hisobiga uyg'onib, bezovtalik hisobiga o'tadi. Agarda bolangizda nevrologik yoki qanaqadir bakterialniy virusli jarayonlar bo'lmayotgan bo'lsa, 1 yoshgacha bo'lgan bolani tunda yig'lab uyg'onishi bu nevropatologga murojaat qilishingizga sabab bo'ladi. Agarda bolada qanaqadir simptomlar, isitma jarayoni, qorinda og'riq, diareyalar ketadigan bo'lsa, unda pediatrga murojaat qilishingiz so'raladi. Esingizdan chiqarmang, boladagi har bitta xatti-harakat bu bironta bir kasallikning simptomi bo'lishi mumkin. Uni vaqtida davolash bu o'z qo'limizda. Sahifamga obuna bo'ling. Sizga bundan ham katta mavzular bilan bo'lishib boraman.